Salam do'stlar. Bugun boshqa yurtdagi do'stlarga g'uljilik bo'lish suputim bilan g'uljining atgan chayin o'gitib qo'yish va'dam bo'yicha atgan choy etishni o'gitib qo'yish uchun keldim. Atgan choy etish o'ng'ay desangiz nihoyat bek o'ng'ay ish. Tez desangiz haqiqatan bir tez ish. Tamoqni bek o'xshitib eta oladigan boshqa yurtdagi do'stlarimizningki atgan choyni o'xshitib eta olishi natayin. Amsa boshqa gaplarni qo'yib atgan choy etish usulini o'rganib olaylik do'stlar. Hozir sog'inim qarchoyi. Qarchoy degan vaqtida do'stlar, puraqliq choyni sanmaymiz. Endi mening tayyorlabog'inim qanday choy desanglar, odatda ishlatadigan kesak choy bor-ku. Kesak choy bilan qizil tushadigan puruq yo'q pamil choyni aralashtirib tayyorlagan qarchoy. Mush qarchoydan men bek chiq atmadim bugun atgan choyni, chunki bizning uyda bek chiq odam bo'lmaganligi uchun. Qarchoydan o'zimizga tushliqni saldik, selib ustiga mana qaynoq suv qo'yibdim. Qaynoq suvni quyib bo'lgandan keyin o't qo'yib bir o'riltamiz. Ko'rdinglarmi, mana shunday o'rilatgandan keyin bizning chiyimiz texnik qiynab holatda tushidi. Mana shunchalik holatda bekmo qiynab qilsak, chiyimiz bir qarib qoladi. Mana ko'rganinglardek mana shunchalik holatda bo'lsa bo'ladi. Hozir shu qiynaqlikni shu holatda tangshab tushirib olgandan keyin chiyimizni süzüp alımız. Üstüdeki şamның hemini süzüp etimiz. Cuma dostlar. Tegideki şamlarını süzmesek mi boludu ha? Üstüde örlep kalan şamның hemini mına muşundaq tekşi halatda süzüp ilip etip tayarlap alımız. Çayını sağa vaqtida dostlar. Bek qiyniqib ketsin mi bulmaydı ha? Bek qarıçıp ketsin mi bulmaydı? Bek sus çıp qalsın mı bulmaydı? Muşu halatda tanışsak boludu mına. Tuzlumu özümüzdeki yaxtırışıp salımız. Bəziler tuzkam içini yaxşı gördü. Bəziler tuzluqaraq içini yaxşı gördü. Şəxsən mən özüm tuzlu sel tititib isi yaxşı görmən dostlar. Özümüzdeki yaxşı kögünü boyunca tanışıb alsaq boludu. Tuzlu sep bolğandan keyin müşta bir sorup tuzumuzni bir eritib etimiz. Bir aqır sorup etgandan keyin bizning atgan chiyimizga ketadigan pishiq sutimizni tayyorlab olamiz. Pishiq sutni mana ko'rdinglarmi? Qo'ydik a. Sütni bek chiq qo'yib olsakmi bo'lmaydi. Bek oz qo'yib qo'ysakmi bo'lmaydi. Normali holatda qo'ysak bo'ladi. Mana chiyimizning rangi mush holatga kelgan. Endi atgan choyni eng o'xshatadigan bizning yana bir narsamiz qaymoq. Ko'ringlarmi? Mush qaymoq atgan choyni eng o'xshatadi. Agar qaymoq bo'lmasa, atgan chiyimiz shu qaymoq silib atgan choy bilan farqli bo'lib qoldi, o'xshamaydi desak bo'ladi. Atgan choyga qaymoqni normal holatda silib oldik. Sog'andan keyin mana shunda ezib bo'lgandan keyin andan keyin solamiz. Qandaqdir o'sha qaymoqni bevosita shu atgan choyimizni sep so'rib ilashtirsak bo'lmaydi, ha? Mana shu holatda qaymoqni sep bo'lgandan keyin ozroq so'rib qo'ysak, mana atgan choyimiz tayyor bo'ldi. Bu atgan choyning xumari do'stlar. Ajoyib bo'ladi ekan-a. Yoshlarga bek xuma bo'lib ketmaydi ekanmiz, lekin cho'nglar bu atgan choyga xuma bo'lib qoldi ekan. Bu xuma mush atgan choyni necha vaqt ichmasa besh og'rib ketadigan shundoq bir xuma. Shunlashqa balkim boshqa shahardagi do'stlarimiz bu ganjon tushunmasligi mumkin. G'uljiliklarning hammamiz tushunmiz-a. Cho'nglarimizning atgan choyga xuma bo'lib qolishining qanchalik darajaligini. Ko'rganinglardek endi biz choy ichib tayyorlik qilib ketdik hozir. Agar atgan choyga qaymoqni chiqaraq sep ichadiganlar, işte sep ichishni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, chiniga yana ozroq qaymoqni silib olsak bo'ldi. Endi bu choyga sevotganim nima desanglar, mush badam, yong'oq qatorliq mush 7 xil quruq mevani so'qib tayyorlab olgan bizning oziqlik narsalarimiz, mushda silib o'zimiz bilan yaxshi ko'rgan mushda oziqlikni sep ichsak bo'ldi. Bizning cho'nglarimiz asosan bek chiq narsalarni sep ichishni yaxshi ko'rmaydi. Shu quruqlam atgan joyni etib shu bo'yicha non silib ichadi. Endi oilada o'zinglarning yaxshi ko'ngini qartab mushtaq tanishib silib ichsanglar, texmo quvvatli bo'ladi. Atgan joyim xil quvvatli chimo do'stlar. Mana g'uljining atgan choyi tayyor bo'ldi do'stlar. Uningdan keyin atgan joyni mushtaq nonlar bilan ichimiz do'stlar. Nonlar bilan uningdan keyin o'zimiz qilgan mushtaq liyansaylarimiz bilan o'tirib issak nihoyatda yaxshi quvvatli nashliq bo'la oladi. Amsa do'stlar, meni qo'shib olishni unutqanmanmi? Bundan keyin texim yaxshi mazmunlarni o'rgatib qo'yaman. Unda boshqa pishinglinchiga yaxshi inkaslarni yozib qo'ygan, yurak bergan do'stlarimizni tanlab turib, altılar mahsulotlarimiz bilan mukofotlayman. Amsa do'stlar, xayr xo'sh.